Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz present simple. Present simple bu ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan zamonlardan biri hisoblanadi. Eng ko'p ishlatiladigan zamon desak ham bo'ladi. Demak, present simple qachon ishlatiladi? Bilamiz, o'zbek tili bilan ingliz tili zamoncha emasda prям 100% bir xil emas va ularni o'ziga yarasha farqli tomonlari bo'ladi. Present simple qachon ishlatiladi? Birinchi bo'lib bu doimiy ravishda bajaradigan harakatlarimiz hisoblanib, men har kuni bir yerga boraman, men har kuni bir ishni qilaman va hokazo ma'nolarni aytganda ishlatiladi. Demak, takrorlanuvchi harakatlar. Ikkinchisi bu faktlar. Nimadir qayerdadir joylashgan, men bir narsani yaxshi ko'raman yoki biz shu yerda o'qiymiz. Bular fakt. Da. Keyingisi hamma biluvchi qonun qoidalar, zakonlar. Misol uchun siz har qanday bir nimani olsangiz, mahsulotni olsangiz, uni orqasida yozilgan instruksiyalar bularni hammasi present simpleda bo'ladi. Kelasi zamon emas yoki hozirgi continuous davomli zamon emas va holatlar, har qandaydir holatlarni aytish uchun biza present simpledan foydalanamiz. Misol uchun menga nimadir yoqmaydi, menga bir narsa yoqadi yoki bir nechta nimadir necha pul turadi. Xullas, mana shunday so'zlarda demak present simple ishlatamiz. Ko'rib turganingizdek juda ham ko'p ishlatiladi. Demak, present simple qachon ishlatamiz? Birinchi bo'lib bu to есть qachon ishlatilganimizni aniqlab oldik. Qanday holatda ishlatamiz? Fe'llarni ko'rganmiz. Demak, ular 4 xil, 3 xil, 3 xil ko'rinishda bo'ladi. To'rtinchisi ko'rinish hisoblanmaydi, hammasi uchun bir xil bo'lgani uchun. Demak, fe'llar bizda 3 xil ko'rinishda bo'ladi va birinchi formasini olamiz. Misol uchun, birinchi formasi deganda biz nimani ko'ryapmiz? For example, they read. Read fe'lining o'sha read ko'rinishi bu bizga hozirgi zamonni bildiradi va ahamiyat bersak, ingliz tilida 6 ta shaxs yo'q. Misol uchun biz men o'qiyman, sen o'qiysan, u o'qiydi, biz o'qiymiz, ular o'qiydilar deb turib 6 xil ko'rinishda bu narsani aytsak, inglizlarda bu faqat 2 ko'rinishda namoyon bo'ladi. Demak, bu faqat I, we, you, they degan 4 ta men, biz, siz, ular, sen mana shu 4 ta shaxs uchun fe'llarni qanday holatda biz ko'rsak, o'shanda ishlatamiz. Misol uchun I read bo'lsa men o'qiyman, you read bo'lsa sen o'qiysan, they read bo'lsa ular o'qiydilar, we read biz o'qiymiz. Ya'ni bu yerda fe'lning hech qanaqa o'zgarishi kuzatilmayapti-da. Va he, she, it, ya'ni uchinchi shaxs deylik. Uchinchi shaxs uchun bu he, she, it reads fe'lning oxirida s qo'yilishi orqali namoyon bo'lyapti-da. Likes, works, lives da prosta s qo'yilyapti. Demak, umuman qiyin emas, chunki o'zbek tilida 6 ta shaxsni o'zgartirishni o'rganadigan bo'lsak, ingliz tilida faqat 2 ta bu birlik va ko'plik desak ham bo'ladi-yu. No, bu yerda men ham shu yerda holatda ketib qolyapti-da. Demak, uchinchi shaxs, faqatgina uchinchi shaxs birlik uchungina biz fe'lning oxiriga s qo'yamiz. Shu bittagina kichkinagina anaqa bo'lsa ham, o'zgarish bo'lsa ham, lekin juda ham ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi. Demak, albatta buni ko'proq practice qilib, ko'proq o'rganib, esda saqlashga harakat qilamiz. Demak, so'zlarga keladigan bo'lsak, I work in a shop. Men magazinda ishlayman. My brother works in a bank. Meni akam bankda ishlaydi. Lucy lives in London. Lucy Londonda ishlaydi. Endi qaranglar, my brother, Lucy degan holatda ham biz uchinchi shaxsni nazarda tutyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni he yoki she. Demak, he, shegina so'zini ko'rsak s qo'yamiz emas, balki har qanday uchinchi shaxsdagi birlikdagi o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, o'sha holatda biz fe'lni oxiriga s qo'yib ketar ekanmiz. So her parents live, endi ko'plik bo'lyapti-yu, parents ota-onasi bo'lgandan keyin bu they ga to'g'ri keladi va bu live bo'lyapti. It rains a lot in winter. Demak, rain o'tganmiz, demak it bilan birga kelishi, ya'ni shaxssiz holat. Yomg'ir yog'adi emas, it rains bo'ladi ingliz tilida. Demak, qishda ko'p yomg'ir yog'adi degan so'z ekani. It rains. It rains. It rain emas, rain does emas. Xullas, bu narsani yana ham tushunasiz degan umiddaman. It rains, it snows, imенно qor, yomg'ir, men qayerga qarayapman, to'g'ri qarayapman. Okay, qor, yomg'ir kabi so'zlar uchun biz nima ishlatamiz? It ishlatamiz. It rains, it snows. Vot. Endi bu yerda yana tasavvur qiling, ingliz tilidagi hamma fe'llarning orasidan bittagina have ajralib chiqqanda, o'sha s olganda haves emas, balki has ko'rinishiga ega bo'lgan. So I have, she has. Okay, I have, she has, or he has, or it
has. For example, Joe has a shower every day. Joe har kuni dush qabul qiladi. Yes. Demak, ko'rib turganingizda has degan ko'rinish yo'q. Bu narsani yaxshilab esda saqlaymiz. Endi SES ni, mana bu S qo'yilish qoidalari ham bor. Bu juda ham sodda qoida. Sekin ko'rsak esda qoladi. Bitta bossam keyingi betga o'tib qolyapti-da. Хорошо. Demak, bu qanday qoidalar, qanday holatlar, которые inobatga olish kerak. Agar so'zimiz, fe'limiz birinchi formasida s, sh yoki ch harfi bilan tugasa s qo'yiladi. So pass, passes, finish, finishes, watch, watches da bu talaffuzga deyarli ahamiyat bermaydi, hech qanaqa farq qilmaydi. Pass, passes, finish, finishes. No, chut-chut ahamiyat beradi. Qarab ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, finish deb bo'lmaydi-yu, ish bilan sen bir joyda talaffuz qilib bo'lmaydi. Yoki watches deb bo'lmaydi, watches. Yes, buni watches deb bitta holatda bitta joyda talaffuz ham qila olmaysiz, harakat qilsangiz ham. Vot. Endi y bilan tugaydigan odatda undosh va y, bittagina y o'zi emas. Masalan, play bo'lsa bu narsa bo'lmaydi. Demak, undosh va y birga kelgan holatda IES, studies, tries, yes, mana shu kabi ko'rinishga ega bo'lar ekan. Endi do, does, go, goes kabi so'zlar bular undoshga, ya'ni unliga tugayapti, o'ga tugayapti-da. Demak, bularda s qo'shilyapti. Bunda talaffuziga ahamiyat bering o'rtoqlar. Как будто bularda faqatgina bitta harf bilan farq qiladi. Demak, ikkalasi ham bir xil o'qilishi kerak deb o'ylashingiz mumkin, lekin buni biz does deb o'qiymiz, buni biz goes deb o'qiymiz. Goes, okay? Not gas, but goes. Not those, but does, okay? Does and goes. Ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi. Siz xato qilmaysiz. Endi, хорошо? Davom etamiz. Demak, bu yerda misollar. I like big cities. You speak very well. Yaxshi gapirasan deyapti. Tom works very hard. Yes, Tom works very hard. Demak, Tom he'ga to'g'ri kelyapti. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Demak, u boshlaydi va tugatadi ishini. Demak, ko'rib turganingizdek, bu S har doim bir marta bilan cheklanib qolmaymiz, ba'zi holatlardagi kabi. Demak, bu yerda har doim he yoki she haqida gap ketayotganda s qo'yish esdan chiqmasin. Хорошо? So, we do a lot of different things in our free time. Deyapti. Biz ko'p different, turli xil things, ishlarni do qilamiz bo'sh vaqtimizda, in our free time. What? Endi holatlardan biri, it costs a lot of money to build a hospital deyapti. It costs. Bu yerda gapni oxiridan, bilamiz, o'tgan safargi darsni ko'rib chiqqan bo'lsangiz bilasizki, bu yerda gapni oxiridan tarjima qiladi. Demak, hospital bu shifoxona qurish uchun kursorga ahamiyat bering turganiga shifoxona qurish uchun to degani bu yerda uchun bo'lib kelyapti, hali ko'ramiz. Different a lot of money, ko'p pul sarflanadi. It costs. Yes, demak, qurish yoki ko'p pul turadi deb aytsa ham bo'ladi. Ko'p pul turadi. Shifoxona qurish ko'p pul turadi. Vot. Demak, gap orqasidan boshiga qarab talaffuz tarjima qilinyapti. Endi present simple da va hamma zamonlarda ham o'rtoqlar nima bor? O'sha zamonni ko'rsatuvchi signalniy so'zlari bor. Signalniy so'zlari nima degani desa, biz o'sha vaqtda aytadigan bo'lsa, misol o'zbek tilida ham ertaga deydigan bo'lsa, siz bilasizki, u bilan siz qilgandek, keluvdik demaydi, to'g'rimi? Ertaga desa, ertaga ko'rdim demaysiz, ertaga deb kelajak zamonni ishlatasizda. Ertaga ko'raman, ertaga boraman-da, ertaga ko'ryapman deb ham demaysiz. Bu hammasi kelasi zamon. Bugun desa, bilasiz, bu bilan bu bugun bilan hamma zamon ishlasa bo'ladi, kстати. Yoki odatda deydigan bo'lsa, odatda qildim demaysiz-da, yoki hech qachon keldim demaysiz, to'g'rimi? Demak, mana shu so'zlar, которые always, doimo, never, hech qachon, often, tez-tez, usually, odatda, sometimes, ba'zida. Demak, mana shular bilan biz present simple ishlatar ekanmiz. For example, I never eat breakfast. I never eat breakfast. Men hech qachon nonushta yemayman. Or Sue always get to work early.
Sue always gets to work early. Sue doimo ishga erta boradi. Demak, ega kesimli oddiy gaplarda unaqa darajada tartibda ahamiyat bermaydi, o'zgarmaydi, lekin bitta narsa biz o'zbek tilimizda fe'lni oxiriga ko'chiramiz, ingliz tilida esa fe'l birinchi keladi. O'rtada ko'p holatda unaqa daraja ko'p so'z kelmaydi. Bu yerda faqat always. Ana endi never, often, usually, always, sometimes bular ega va kesim o'rtasida keluvchi signalli so'zlar hisoblanadi. Odatda ega va kesim o'rtasida hech narsa kelmaydi. Shuni esdan saqlamaymiz, esdan chiqarmaymiz. Odatda ega va kesim o'rtasida hech narsa kelmaydi. Faqatgina ega va kesim tugagandan keyin, ya'ni o'sha birga bo'lib, то есть I go, we love, I buy и так далее nimadir deganingizdan keyin siz ishlatasiz. Ya'ni boshqa so'zlarni, boshqa gap bo'laklarini. Faqatgina mana shu so'zlar va yana ko'rasiz, har bir mavzuda bir qancha so'zlar bor. Ular o'sha o'rtaga kirishi mumkin. Odatda hech kim o'rtaga kirmaydi lekin. Okay. Demak, we often go away at weekends deyapti. Biz tez weekends hafta oxirlari, ya'ni dam olish kunlarida go away, uzoqroqqa borib turamiz. Mark usually plays football on Sundays. Mark odatda yakshanba kunlari futbol o'ynaydi. Demak, Mark bu he, shuning uchun ham plays bo'lyapti. Вот. Endi buni negativ, qani vaqtimizga qaraylikchi, negativ formasini keyingi gapimizda negativ va so'rog'ini mayli keyingi darsimizda bitta qilib o'tamiz. Present simple mavzusi tushunarli bo'ldi degan umiddaman va nima qilamiz? Mashqlarni bajarib, hammasini голосовой formatda topshiramiz. Goodbye.